bitishi homiladorlikni qaysi davrda ketishiga qarab turlicha namoyon bo'lishi mumkin. Natijada homila rivojlanishi kechikishi, og'ir holatlarda esa homila nobud bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Homiladorlarda burun bitishining davosi juda jiddiy masala. Sababi, assalomu alaykum azizlar, bugun sizlar bilan homiladorlarda ko'plab burun bitishlariga sabab bo'luvchi homiladorlar riniti haqida gaplashmoqchiman. Ayollarda hayotning turli davrlarida endokrin bezlarning funksiyal aktivligi har xil holatda bo'lishi, turli xil a'zo va sistemalarda o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Homiladorlardagi burun bitishi ham shular jumlasidandir. Homiladorlar riniti bu juda keng tarqalgan muammo bo'lib, 30% gacha homiladorlarda uchraydi. Asosan 3 ta simptom bilan kechadi. Birinchisi burun bitishi, ikkinchisi nafas olish qiyinligi, uchinchisi burundan shilliq ajralishi. Homiladorlar riniti ya'ni burun bitishi homiladorlikni qaysi davrda ketishiga qarab turlicha namoyon bo'lishi mumkin. Odatda homiladorlikning 20 haftasigacha bo'lgan davrda ko'p paydo bo'ladi. Bu holat odatda o'zi o'tib ketadi. Homiladorlikning kechki muddatlarigacha davom etmaydi. Agarda homiladorlikning 20 haftasidan keyin paydo bo'lsa, kasallik odatda og'ir o'tadi va tug'ruqdan keyingi 2-3 haftagacha davom etishi mumkin. Endi rivojlanish mexanizmi haqida. Homilador ayolda estrogenlar va astilxolinning konsentratsiyasi yuqori bo'lishi burun shilliq qavatini giperemiyasiga va shishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, homiladorlik davrida ko'plab progesteron hosil bo'ladi. Progesteron to'g'ridan to'g'ri shilliq qavatlarda shish shakllanishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, burun shilliq qavatida ham. Qo'shimcha ravishda progesteron organizmda ko'plab natriy ushlanib qolishiga sabab bo'ladi. Bu holat ham shilliq qavatlarda, ya'ni burun shilliq qavatda shishga sabab bo'ladi va burun bitishi avj oladi. Kasallikning kechuvi. Ko'plab tekshiruvchilarning xulosasiga ko'ra, kasallik asosan homilaning 6 haftagacha bo'lgan davrda paydo bo'ladi va tug'ruqdan keyin 2 haftagacha davom etishi mumkin. Bu davrda burun bitadi, burundan oz miqdorda shilliq oqadi. Homiladorlik muddati ortib borgan sari burun bitishi ham kuchayib borishi mumkin. Burun orqali nafas olishning qiyinligi, burundan ko'p shilliq ajralishi homilador ayollarga ko'p noqulayliklar paydo qiladi. Ayolning ijtimoiy va ruhiy holatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu vaqtda homilada ham surunkali gipoksiya, ya'ni kislorod yetishmovchiligi shakllanadi. Natijada homila rivojlanishi kechikishi, og'ir holatlarda esa homila nobud bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, burun bitishi, uyqu buzilishi va xurrak ochishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, qon bosimi ko'tarilishi va preeklamsiya rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Homiladorlar riniti ko'p jihatlar bilan allergik rinitga o'xshaydi. Shuning uchun bularni bir-biridan farqlash zarur. Davo taktikasi haqida. Homiladorlarda burun bitishining davosi juda jiddiy masala. Sababi, homilador ayolni burun bitishini bartaraf qilish bilan birga ishlatilayotgan preparatlarni homilaga nojo'ya ta'sirini ham oldini olish zarur bo'ladi. Bu holatda ko'pincha burunni ochuvchi preparatlar qo'llaniladi. Bu aslo mumkin emas. Burunni ochuvchi preparatlarni ko'p qo'llash medikamentoz rinit chaqirish bilan birga yo'ldoshda qon aylanishining buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu esa homilaning umumiy holati yomonlashishiga sabab bo'ladi. Burun bitishi kuchli bo'lib, qiyin holatlarda oksimetazolin tarkibli preparatlarda kichik dozada oz muddatga qo'llasa bo'ladi. Shuningdek, zarur holatlarda ingalyatsion glukokortikosteroidlar va antigistamin preparatlarini ayrimlaridan foydalansa bo'ladi. Esdan chiqarmang, bu preparatlarni qo'llashdan avval albatta mutaxassis tavsiyasini olish zarur bo'ladi. Shuningdek, burun shilliq qavatining funksiyasini yaxshilash uchun magnitoterapiya, ultrazvuk, elektroforez kabi fizioterapevtik metodlar foydalaniladi. Hozirgi davrda homiladorlarda burun bitishini bartaraf qilish uchun tuzli eritmalardan ko'plab foydalanilmoqda. Tuzli eritmalar quyidagi samaralarni beradi. Shilliq qavat o'tkazuvchanligi yaxshilanadi, yallig'lanish mediatorlari kamayadi, shilliq qavatda shishni kamaytiradi, burunni qaloqlardan, shilliqdan va balg'amdan tozalaydi. Tuzli eritmalarni ishlatishga homiladorlik vaqtida qarshi ko'rsatmalar yo'q. Endi har bir kasallikda zarur bo'lgani kabi bu holatda ham
zarur bo'lgan profilaktikasi haqida gaplashamiz. Xona havosi namligi 50% atrofida bo'lishi, harorati esa 18-22 gradusdan oshib ketmasligiga e'tibor qaratish zarur. Chang, to'zonli havoda ko'chaga chiqishdan saqlaning. Har qanday holatda ham tutundan ehtiyot bo'lish kerak. Shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, aksariyat holatlarda ich qotishlari kasallikning rivojlanishiga yoki avj olishiga sabab bo'ladi. Shu jihatdan olib qaraganda, ich qotishlarga ehtiyot bo'lish zarur. Ich qotmasligi uchun kletchatkaga boy mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish kerak. Hazmni qiyinlashtiruvchi va ich qotishiga sabab bo'luvchi mahsulotlarni ratsiondan cheklash kerak. Bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarimiz shular edi. Sog' bo'linglar. Izohlarda savollar qoldirishingiz mumkin.